Mutlaqo tekinga va skidkadagi tovarlarni tanishtirib chiqamiz bir boshidan. Damas rulli kolonka bir martadan qo'yilgan, lekin yuradi, bepul. Ana yerda ledlar bor. Inomarkalarga asli, lekin tumankalarga moslab qo'yib bo'ladi. Mutlaqo tengir. Matiz va Damas'ga far optikalar, Jiguliga mos svichalar, это Nexia 2 Lacetti Blижнega, lekin tumanka ledlar, va Nexia 2 Dalniy, Nexia 2 Blижний, Lacetti Blижнega o'xshaydigan ledlar mutlaqo tekinga. Jiguli zapchas, fara shishalar bor, mutlaqo tekin, svicha kabel, pechka ishlang. Jiguliga Damas benzin nasos, bir marta qo'yilgan, lekin ishlaydi. Tekinga. Legendarniy Mers pardalar mutlaqo tekinga. Nexia, Lacetti, Cobalt, yana qaysidan boshqa bor. Nexia 3larga tushadi. Bu yerda Lacetti bir dona nima bor, bu mutlaqo tekinga. Bu yerda Evacore Polik 100 ming so'm. Lacetti Nexia 3 Cobaltga bor. Ko'p emas, bir 4 komplektmi bor xolos, общий bor. Nexia oldi mazati 2 komplekt bor. Ikkitasi 150 ming so'm. Lacetti arqa mazatorlar bor. Ikkitasi 250 ming so'mdan 3 komplekt bor. Cobalt va Gentra switchi bor, 5 komplektcha 20 ming so'mdan. Bitta Suxoy tuman apparat chiqaradigan bor, bu 10 ming so'mdan. Bu yerda Damas tumankasiga led bor, 30 ming so'mdan. Bu qaysi? Bu ham Damas tumanka, Nexia 2 tumanka ekan. Zadniga qo'yib yuborsa ham, moslab qo'yib yuborsa bo'ladi. Hamma mashinaga 30 ming so'mdan bular. Hamma ledlar. Bu yerda har xil ledlar bor, bular 20 ming so'mdan. Nexia va Matizga svicha kabel bor ekan, 25 ming so'm. 1.6 Damas Tiki Matiz zubcha tremenlar 35 ming so'm. Damas oldi amortizator bor, ikkitasi 150 ming so'm. Far optika, Cobalt va Gentra bor. Bular hammasi yangi, faqat chang bosib qolgan, ozgina chizilgan bo'lishi mumkin. Mutlaqo tekinga olib ketishlari mumkin. Keyin chexollar, o'sha 400 ming, 350 ming sotilgan, 150 ming so'mdan. Lacetti ikkinchi pozitsiya. Spark, hop, Damas bu yo'q bo'lsa kerak bu. Yerda Spark qizili bor, Nexia bir bor bitta, keyin Spark yana bitta bor. Spark asosan Spark ekan. 4 ta Spark bor ekan. Shunaqangi aksiyalarni va skidkalarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmachasini bosib qo'ying. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan. Mahsulotlarimiz kimga qiziq bo'lsa, shu raqamlarga murojaat qiling. 12 viloyatga dastavkamiz mavjud. Aytganda dastavkamiz bepul emas, pulli, lekin dastavka bor.